Barchaga assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan men Ismatim Muhammad Ali. Demak, yangi darsni boshlaymiz. Bugun sanamiz 10-yanvar sanasi, shanba 2026. Demak, kitobimiz ham oxirlab qolmoqda. Xudo xolasa, demak, ushbu video darsimiz ham YouTube tarmog'iga hamda Telegram ochiq kanallariga tashlanadi. Va bu adashmasam ushbu kitobning umuman topik 3-4 daraja uchun yozilgan video darslarning 53 uchun yozilayotgan oxirgi videosi bo'lishi mumkin YouTube tarmog'i uchun. Shaxsiy kanal uchun esa ana 4 dan 5 dan qoldi. Yopiq kanalga. Xo'p, demak, sizlar bilan bugun yana bir yangi turdagi video turini o'rganamiz. Ya'ni 53 da yozayotgandagi Sigmund 17 videosi. O'shib sambon Sigi tartib bilan berilyapti. Barcha video bosqich o'rgatilyapti. Bundan avval esa 52 ham bosqich bo'lgan, 51 ham bosqich bo'ldi. Undan avval esa titki tugagan va undan avval ilki tugagan edi, to'g'rimi? Demak, jami hisobda 100 dan oshiq video darslik yozilmoqda. Xudo xolasa tartib bilan barchasi berilgan. Hop, Telegram tarmog'i orqali hamda YouTube tarmog'i orqali ko'rayotgan o'quvchilar, agar sizlarga ushbu video darslar tartib bilan berilgani kerak bo'lsa, Telegram orqali, demak, Ismatov 0509 yoki mana shu nomerlarga SMS yozish yoki telefon qilishingiz mumkin bo'ladi kanalga ulanish uchun. Xolasangiz tekin foydalanaman desangiz, YouTube tarmog'ida ham barchasidan namunalari bor. Bugungi video darsimiz demak 53 da tesaparga demak hodisani hamda sabab va bugun esa chora tadbirlardan so'ng esa vazifalarni o'rganamiz. Kvaji vazifalarni. Kechagi videoda bu yerda ko'rgan edik. Mana bu chonman kelajakda kutiladigan holatlarda ko'rib chiqqan edik. Endi bu yerda esa demak vazifalarni birinchi navbatda tayyor yozilganini bir qator ko'rib chiqamiz. So'ng esa bundan so'ng esa birdaniga mana shu diagrammani billa sizlar bilan tahlil qilib yozamiz, xudo xolasa. Xo'p, bu yerda qaraydigan bo'lsak, bolalar, so'rovnoma o'tkazgan markaz bor. Markaz nomi Kongan Kolli Ponbu. Ya'ni salomatlikni nazorat qilish boshqarmasi. Bizda Tesang bor ekan, nomzodlarimiz, qatnashchilar. Namnyo Sambekmyon, demak, erkak, ayol 300 tadan demak so'rovnoma o'tkazilgan. Mavzusining nomi Hyanghu Cheshik Yang, ya'ni vegetarianga bo'lgan nima deydik? Moyillik deysizmi? Vegetarianga bo'lgan. Shu narsalar haqida vegetarian o'z bilasizlar, go'sht yemaydigan insonlar, parhez qiladigan insonlarga nisbatan aytiladi yaqinroq. Demak, ushbu mavzu bo'yicha so'rovnoma o'tkazilibdi. Shunda yillar kesishmasida bu yerda ko'rishingiz mumkin, 2012-yilda 44% bo'lgan va 2018-yilda esa bu 30% ni tashkil qilyapti. Xo'p. Asosiy shu vegetarian bo'lishni xohlayotgan odamlar yozib qo'yibdi, Cheshigil Hagetta. Ya'ni bundan buyon men sabzavotlar, o't nima deydi, o't desa bilan barglar bo'ladi-yu, shunaqa go'shtsiz ovqatlar yeyman, parhez qilaman deganlar 12-yilda 44% ni tashkil qilgan bo'lsa, 18-yil kelib pasaygan bu narsa 30% tashkil qilgan. Endi buni birinchi ustunda yoritib o'tgan va ikkinchi holatda buni sabablarini beryapti. Nima sababdan kamaygan? Birinchi navbatda 47% ko'rib turibmiz. Bu yerda cheshik shikdan menyu pujok, ya'ni shu parhez taomlarini menyusida kamomad tufayli demak asosiy sabab ko'rsatilgan. So'ng esa cheryok cho'xa, ya'ni jismoniy kuch pasayish tufayli demak 24% qilib sabab ko'rsatyapti.
So'ng 19% orqali esa iji pujok, ya'ni irodasizlik, ya'ni qaror qabul qilishdagi qilib turib irodasi yetmaydi, kamaygan. 19 va 10% esa asosiy sabab qilib yana 경제적, iqtisodiy holatni bermoqda. Mana shu, demak 100%da 47, 24, 19, 10% ga bo'lib olib turib bermoqda. Xo'p, bu birinchi ustun edi. Ikkinchi ustun bo'ldi. So'ng oxirgi ustunda esa vazifalar. Xo'p, nima qilish kerak bu nima deydi? Kamayishni ko'tarish uchun. Birinchi o'rinda sabab qilib beryapti yana, ya'ni chora tadbir qilib ko'rsatyapti. Cheshik chonmon shiktang nilligi. Ya'ni parhez taomlarini oshxonasini ko'paytirish. Masalan, shaharda faqat bitta, viloyatda ikkita qilmasdan 10-15 taga ko'paytirish. Sababi tumanda, shaharda, turli xil joylarda hamma har xil odamlar, misol uchun men parhez qilaman, parhez taomlar yeyman, men vegetarian bo'laman demoqchi bo'ladi. Ikkinchisi nima deydi? Plan qilib ko'rsatyapti. Cheshik menyu tanyanghwa. Ya'ni shu parhez menyularini turlicha qilish. Faqat 1-2 turdagi emas, insonlar o'zi turli xohishiga qarab turib, bugun menda yedim, ertaga bunaqa yeyman, unda ertasiga bunaqa yeyman qilib, parhez taomlarini ko'paytirish deb ko'rib chiqyapti. Va buni yozganini ko'ramiz. Bu yerda Keyok asosiy kirish bo'limida 건강관리본부에서 남녀 300명을 대상으로 향후 채식 의향에 대한 설문조사를 실시했다. Demek bizda esa qo'shimchasi bu yerda qo'yilganini ko'rib turibmiz. So'ng 대상으로 sababi insonlar so'rovnomasi o'tkazilgan va hamda bu mavzu bo'lsa 대한 설문조사를 실시했다. Demek bu yerda qolgan holatlar tepadan olgan. Ya'ni tarjima qiladigan bo'lsak, sog'liqni saqlash misol boshqarmasidan erkak ayol 300 tasining nomzodi orqali parhez taomlarga moyilligiga doir so'rovnomani o'tkazdi. Hop, endi hodisani ko'rib chiqamiz holatda. 조사 결과 따르면 2008년에는 채식을 하겠다는 사람이 44%에 이르렀지만 2018년에는 30%에 그친 것으로 나타났다. Bu yerda 2008 bormidi? 2008 yo'q-ku. Juda adashib ketibdi yozayotganda. Sababi 12 hamda 18-yil. Balkim 18 demoqchi bo'lgan. Xullas, bu yerda raqamda adashib ketgan, 2012 qilish kerak edi. Foizi to'g'ri. Mana shu yerda to'g'ri raqam to'g'rilab qo'yamiz. Buni biz yozmaganmiz. 12. Xo'p. Ya'ni bu yerda qoliplarda chiqarib olamiz. 조사의 결과 따르면 qolip bu. Bu 이렇지만 grammatika 그친 것으로 나타났다는 olamiz. Ana tarjima qiladigan bo'lsak, so'rovnomaning natijasiga yondashadigan bo'lsak, 2012-yilda parhez qilaman degan odamlar 44% ga yetib keldi. Lekin 2018-yilda 30% ga yetib kelishi bilan, ya'ni tushgani bilan nima dedi? Paydo bo'ldi. Ana bu yerda ko'rib turibmizki, 44 dan 30% ga tushgani. Hop, endi sababi sifatida beryapti. 이처럼 채식 의향에 감소한 이유를 살펴보면 먼저 채식 전문 식당 부족이 47%의 1위를 차지했다. 다음으로 체력 저하가 24%의 2위, 의지 부족이 19%를 3위, 경제적 이유가 10%로 가장 낮게 나타났다. Xo'p, bizda demak, birinchi o'rinda qoliplarda ajratib olamiz. Bu yerda grammatika ishlatilgan. Bu yerda salbiy po'myon, 먼저 degan so'zlarimiz kelyapti.
egalik qo'shimchasi will chargehetda qolib, ta'miro qolib, egalik qo'shimchasi ro ivi izi pujogi shipkuro izanvi Köndoje ka bo'ladi. Ro kajang natke natanatta. Tarjima qilamiz. Demak, bu kabi parhezlarga moyillikni kamayishini sababini nazar tashlaydigan bo'lsak, avvalo parhez taomlarini oshxonalari, maxsus oshxonalari kamayishi 47% bilan birinchi o'rinni egalladi deyapti. Keyingi o'rinlarda deyapti, demak, jismoniy kuch pasayishi 24% beryapti. İrodasizlik 19% bilan 3-o'rinda va iqtisodiy sabab deb 10% kajangnatga eng past o'rinni egalladi deyapti. Va endi kelajakni ko'rib chiqamiz. Chonmang. 따라서 이러한 문제를 해결하려면 먼저 채식 식당은 늘려야 한다. 또한 채식 메뉴를 다양화할 필요가 있다. demek bize 따라서 이러한 문제를 해결하면 hamda 먼저까지 demek bizda qolib bo'ladi. Bitta grammatika ish kerak qo'shimchasi to'g'an ilril tayanhva bitta grammatika ekan bittani. Tarjima qiladigan bo'lsa, demak kelajakda kutilyapti, ya'ni vazifa sifatida. Bundan kelib chiqib, bundayin muammolarni hal qilmoqchi bo'lsak, eng avvalo deyapti, parhez taomlar oshxonasini ko'paytirish kerak. Shuningdek, parhez taomlar menyularini turlicha qilish zaruriyati bor deb yakunladi. Va bu 299 ta bo'g'in ekan, shularning barchasi. Men 299 deb o'ylamayman, taxminan bir 270 ta bo'g'inga o'xshayapti. Demak, bu tayyor berilgan mana shu nima deydi, grafikani namunaviy holati edi. Endi esa biz sizlar bilan buni yozib chiqishimiz kerak, o'quvchilar. YouTube tarmog'i hamda Telegram orqali kuzatadigan o'quvchilar buni screenshot qilib oling iloji bo'lsa. Sababi hozir biz pastga tushganimda tepa tomon ko'rinmay qoladi. Men kitobdan qarab yozaman. Sababi hammamizda yopiq kanalda kitob bo'ladi. Shuning uchun sizlar ham screenshot qilib olsanglar yaxshi bo'ladi. Xo'p, demak, bizda birinchi navbatda tahlil qilishimiz uchun ko'rib chiqamiz nimalar bor bu yerda. Bizda cho'sa kiygan turibdi. So'rovnoma markazi, demak, onlayn handbok panme opche, ya'ni onlayn handbokni sotuv firmasi, demak, so'rovnoma o'tkazgan markaz. Bu yerda tesang yo'q, bolalar, tesang yo'q. Demak, buni yozmaymiz. Birdan endi mavzuga o'tkazamiz ekan. Handbok kulmeyul 변화, ya'ni handbokni sotib olish darajasidagi o'zgarib borishlar haqida demak so'rovnoma o'tkazgan. Xo'p, demak, mana so'rovnomaning natijalarini ko'rib chiqamiz. 2017-yil hamda 2018-yil. Farqlab olishimiz uchun bizda chonchi barchasi umumiylik degan bilan eshibda 20 yoshlilarda beryapti, ikki xil holatda. Ya'ni bizda tabiiyki bunda qo'shimchalarimizni ifodalaydi. Kyongu degan qo'shimchadan foydalanishimiz kerak. Nimadirning holatida degani. Ya'ni bilamiz, eshibda degani bizda 20 yoshlilardan 29 yoshlilarda nazar tutadi. Oxirgi 10 yillikda. Choncha esa balkim 19 yoshgacha va 30 yoshdan tepasidan nazar tutib, butun barchasi deyapti. Va ko'rib turibsizki, demak, 20 yoshlilar, ya'ni 20-29 yoshli o'rtasidagilar seriy rangda bergan va bular ikkala yilda ham ko'proq joyni egallagan. Lekin qolgan foizdagilar pastroq o'rinda egallagan. Sababi mana bu qora harfda berilgan diagrammada. Demak, bularni tahlil qilayotganimizda bilamizki, nimadir holatida mana bu yilda mana bundan mana bu bo'ldi deb pasaydi, ko'paydi deyishimiz kerak. Buni yozib bo'lganimizdan so'ng nima qilamiz bolalar?
Mana bu holatni ifodalaymiz. Ya'ni 20 yoshliklarning handbukni sotib olishining asosiy sababini beramiz. Sababi sifatida ikkita beryapti. Soje va dizayni 변화. Ya'ni materiali va dizayni o'zgarib borishi tufayli deb beryapti. Va shuningdek handbuk 입고 사진 찍는 문화 확산. Handbukni kiyib olib rasmga tushish madaniyati demak kengayganini sabab qilib ko'rsatyapti. Va endi vazifalari bor. Kvajet kelajakdagi vazifalari nima qilish kerak? Ya'ni ham tejunguha qilish uchun, ya'ni globalizatsiya qilishimiz uchun, ommalashtirishimiz uchun nima qilamiz desa, yana ikkita sabab beryapti. Plan qilyapti hisobda. Handbuk Chehon program 활성화. Yani handbukni tajribaga o'tkazadigan qandaydir programmalarni yo'lga qo'yish qilishmoqchi va tayangan soja va dizayni kebal, ya'ni turli xil materiallari va dizayndagilarni kiyimlarini nima qilish? Kebal kashf qilish yoki qandaydir takomillashtirish desangiz yaxshiroq bo'ladi. Takomillashtirish kerak deb ko'ryapti ekan. Xo'p, demak sizlar bilan biroz yengil tahlil qilib oldik. Endi yozamiz. Yozishimiz sababi pastroqqa tushirib olamiz. Iloji bo'lsa screenshot qilib oldinglar bolalar. Men tushishni boshladim. Bizda demak onlayn degan so'zimiz bor ekan. Online handbook. Online handbook. 판매 업체에서 tepadagi sarlavha bolalar. handbook 구매율. 구매율 변화에 대한 nima qilgan? So'rovnoma o'tkazgan. Demak, 조사를 실시했다. 조사 결과에 따르면 한복 구매율은 전제의 경우 demek 2017 yılda 2017 yıl 26%dan 26% ESO 2018 yıl sal pastroqqa tushaman yana bolalar. 2018 yıl 24%ga nima bo'ldi bolalar? 26-24 kamaydi. Kamsohitda. Endi mayli, keyin yozaylik, keyin tahlil qilamiz yo'qni. Kamsohitda. Endi bunga qarama qarshi nima yozishimiz kerak bolalar? Mana 20D'da yozishimiz kerak bo'ladi. 반면에 bunga qarshi 반면에 20대의 경우 demak bir xil vaqt ekan, 2017 bilan 18. Demak, qattan kelgan deb yozishimiz kerak, bolalar. Uni alohida yozmaymiz. Qattan kelgan. Bularda qaraydigan bo'lsak, 30% dan 34% o'sgan. Qattan kelgan 30% ESOL 34%로 o'sgan. 증가한
것으로 나타났다. Okey. Endi shu joygacha bizda nimalar qoliplardan foydalandik, chizib qo'yamiz. Davomgida chizib qo'yamiz-u, ustobi doimgi miyangizda qolish uchun. Han solmoncho sarali shilshi hetta. Chosa kölga taramyon. 한복 금요일은 전제의 경우 이키모토에서 로 감소했다. 반면에 A의 경우 같은 기간 오사카에서로 증가한 것으로 natanatda. Demak, mana shu qizilni olganlarimiz bu bizni qoliplarimiz bo'ladi. Doimgidek foydalanadigan. Ko'p yozganingiz sari esda qolaveradi bola. Qolgan qizilga olinmagan holatlar esa shu ma'lumotlar. Biz demak buni yozib bo'ldik. Endigi navbat biz sababini ko'rib chiqamiz. Sababni yozayotganda bilamiz, o'quvchilar nimadan foydalanamiz? Bu kabi deb boshlashimiz osonroq bo'ladi. Ya'ni bu kabi yema yasharliklar handbukning demak sotib olishning asosiy sababi qilib berishimiz kerak bo'ladi. Hop, ketdik. İçorom 20 T. Endi mana shu 20 yilliklarning deb turib o'y deb berib ketamiz bolalar. Hop. Handbok Kuyib so'zimiz endi sotib olish. Endi sotib olishi deb turib egalik qo'shnosi beryapmiz. Kuybi o'sning sababini ko'radigan bo'lsak, demak, o'sganligini sababi qilsa o'tkazib qolamiz. Chingahan 이유를 살펴보면 birinchi sababini beryapmiz bolalar. Kitobga qaranglar. soje va jotashamaymiz. Soje va dizayni 변화 degandan keyin nima qilamiz? Pönhvani endi sabab qilib ketishimiz kerak-da. Pönhva grammatik qo'shamiz. Bu yerda pönhva endi qaranglar. Kitobdan rasman tushuntiraylik. Pönhvaga fe'l qo'shimiz kerak. Ikkita sababni berganimiz uchun bu bilan buni qo'shib olsa yaxshi bo'ladi. Pönhvaten 것을 뿐만 아니라 degan qo'shimcha bor. 뿐만 아니라. Ya'ni bu qo'shimcha material va dizayni o'zgarishganligi sababligina emas. Handbukni kiyib rasmga tushish madaniyati kengayib qolganligidadir. Mana faqat bugina emas, mana buni ham deb berib ketamiz. Tushundinglarmi? Demak, pönhvaten 것을 뿐만 아니라 hop, 한복을 입고 nuqtani kamaytiryapmiz. Bu o'rtada qo'shimchalar bog'lovchi orqali. 한복을 입고 rasmga tushish. 사진을 to'ldirish qo'shimchasi qo'shyapmiz bolalar. 사진을 oladigan chingnin nima bo'ladi? Madaniyat. Munhva egalik qo'shimchasi munhvaga kengayganligi tufaylidir. Hoksan tweotki temunida. Ana endi beramiz. Bizda ikkinchi ustunda ham yozib bo'ldik. İçorom degan so'zimiz qolib, qo'shimchasi, egalik qo'shimchasi, grammatik o'tgan zaman bo'ldi. Sababini beryapti va salpyo pomyon deb beryapti.
soje va dizayni piyonhatin go'sa grammatika mana shu yerda anira hanbogl ipko demak to'ldiruvchi qo'shimchasi bor. Sajinilday to'ldiruvchi ka egalik qo'shimchasi demak grammatika temunida. Hop, endi davom etamiz bolalar. Bizda demak bu ham yozib bo'lindi. Endi kvaji, ya'ni vazifalari, ya'ni kelajakdagi vazifalarni hisobda shunisi bo'ladi. Endi birdaniga handbog tejugha kvaji deb boshlamaymiz buni ham. Bundan kelib chiqib bu kabada singari gaplar yozishimiz kerak. Bundan kelib chiqib handbogning ommalashishini uchun avvalo deb turib mana bu vazifalarni bir-biriga ulab ketishimiz kerak bo'ladi bolalar. Tabiiy gapda oxiri ish kerak, ish zarur, shunaqa gaplarni tugaydi, to'g'rimi? Demak, daraso bundan kelib chiqib yoki natijada daraso hanboge tejungha egalik qo'shimchasi mana i deb qo'shib ketdim, bildinglarmi? Tejunghwa ril vihe grammatika bolalar. 먼저 avvalo hanbok chehom programmi yanada egalik qo'shimchasi qo'shdimi? Tovuq kengaytirish kerak. Hvalsong hva hanin goshi yaxshi. Cho'tta. Shuningdek, ikkinchi qoidani beryapmiz bolalar, ikkinchi planda. To'han turli xil tayanhan soje va dizayni hanbogl nima qilishimiz kerak? Takomillashtirishimiz kerak. Kebal hal perioga ana o'quvchilar. Demak bizda umumiy hisobda где-то 280 ta bo'g'in yozildi. Va endi biz qolpada yozib qo'yamiz. Daraso hanboge tejunghwa를 위해 먼저 한복 재현 프로그램을 더욱 활성화한 것이 좋다. 그라마티카 따지제빵. 또한 shuningdek soja 디자인의 한복을 개발할 필요가 있다. Mana aziz o'quvchilar, demak sizlar bilan 3-bo'g'inni ham demak yozib bo'ldik. Umumiy hisobda barchasi yozilib bo'ldi. Bemalol screenshot qilishingiz mumkin kerak bo'lsa. Demak, bugungi videomiz demak shu yergacha bo'ldi. Yarim soat davomida yozibmiz. Hop. Inshaalloh keyingi videomiz sizlar bilan va mana bunaqangi kattakon ravishdagi holatlarga ko'rib chiqamiz. Bunda ham shu kelajakda holatni ifodalaydigan narsalar ko'ribmiz. Faqat bu yerda erkak ayoldagi sal boshqacharoq holatda bergan. Mana kvajelari. Sababi yo'q ekan. O'rtada qaranglar. Iyo. Screenshot qilib yozib qo'ysanglar bo'ladi. Keyingi videoda mana shuni ko'rib chiqamiz, xudo xolasa. Hech qancha qolmadi. Demak, mana shu yerda to'xtatamiz. Sizlar bilan men ismatim Muhammad Ali bo'ldim. Keyingi video darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum deb qolaman. Sog' bo'linglar.